Soat 4 bo'libdi, bular hali ham ketmagan. Aka, updaterli ishi o'zingizga shunchalik yoqadimi? Soat 4 bo'ldi, mana lekin men ikkita driverim zay. Ha, ishim o'zimga juda yoqadi. To'g'risini aytsam, dispetcherlarim meni rosa qo'llab-quvvatlaydi. Charchab qolsam, ichimliklar olib kelib turadi. Oyligimga o'tgan kuni so'ramasam ham $500 bonus tashab berdilar. Baraka topsinlar. Bunday sharoitlarni ko'rib, mazza qilib ishlashda davom etmoqdaman. Shunchalik mehrni ko'rib, ko'zlarimga yosh kelib qoldi aka. Mana bu hamkasbimiz ham mazza qilib ishlayaptilar. Bu yerda ahil jamoa, hamma bir-birini qo'llab-quvvatlaydi. Kecha menejerimiz yaxshi ko'rgan qizing bormi dedi. Ha, bor desam, men unda restoranga olib bor, gul olib ber deb qo'limga $150 tutkazib yubordilar. Driverlarim doim xushmuomala. Aka, to'g'risida, anu kuni driverlarim Amerikadan jahon chempionatining original do'pidan dastavka qilib yuborishibdi. Juda ham mazza. Uzr aka, ko'zlarimga yosh kelib qoldi. Ishlashda davom eting. Rahmat aka sizga ham.